Bir bosh qatda olib chiqaver yana. Aka qo'zini 5 tontasini ham terib beraman aka. Qo'zini mayda, katta, kichik emas aka. Mana. Ko'ryapsizmi aka qo'zini? Hamma taraf xudo xolos yaxshi kelgan qo'zini obunachilarimiz uchun beraman aka. Ochilish marosimida aka bugun og'on odam maza qiladi aka. Ertaga bozorga olib chiqib sotishsa ham aka yaxshi foydasi bor qo'zini aka. Telefonda hali 5 oylik qo'z bilan bu qo'z bir xil ko'rinib olishi mumkin-da aka. 7 oy bilan 8 oyning orasidagi qo'zi bu aka. 7-8 oylikka olishaversin qo'zini. 100 mingni 500 mingdan arzon aka. Fayzullo 500 mingdan kam berishadi. Fayzullo barakasini bersin. Yo'q. Aka, yapkim, bittasi bo'yini ko'rsatib beramiz aka. Yapkim, metr tasha. Mana xohlagan ikkitasini ushlab 70 dan 75 gacha beraman aka. Mana 75 sm plyusda. 7-8 oylik qo'zi bu aka. 78 sm. 70 dan 75 gacha olishaversa, bo'yi qiziq emas aka. Buni puli qiziq bo'ladi aka. Odam chiroyli duo qilib qo'ysa bo'ldi aka. Arsloningizdan Fayzulla so'zidan qayda 3 milliondan aka. Baraka aka buni qo'zi. Fayzulloni 3 million so'mdan aka. Ota-onangga rahmat yozib qo'ying akalar, xudo xolasa. Mashalloh akalar, har bitta qo'y boquvchi va har bitta qo'yni ishqiboziga mana shunday qo'ralar qurish, mana shunday qo'ralarda qo'y boqish nasib qilsa akalar. Video syomkamizga bittadan like bosib, mashalloh deb qo'yasiz akalar. Yangi qo'ramiz mana bitta, har bittamizga akalar nasib qilsa akalar. Mana katta sig'imli qo'ramizda akalar, har bitta qo'ralarimizda qo'y to'la. Mashalloh aka, hammamizga nasib qilsin. Niyat qilgan, yaxshi niyat qilib qo'y boqaman deydigan aka-ukalarimizda mana shunday qo'ralarga yetkizsin akalar. Bittadan havas qilganlar like bosib qo'ying akalar. Bir qator qo'ramizni qurilishiga baho bering. Faqat akalar yog'och mahsulotlaridan foydalangan. Bunaqa qo'ra faqat Fayzulloda, xudo xolasa. Fayzullo, Sardarbek aka, kelyapsizlarmi? Assalomu alaykum obunachilar. Uydagi qo'ramiz ham faqat yog'ochdan-da. Uydagi qo'ramiz ham faqat yog'ochdan. Hamma qo'ramiz yog'ochdan aka. Nima u sababini aytasizmi? Endi aka, oddiylikda yaxshi o'zgaradi aka. Mashalloh. Oddiylikda ishlatdi aka. Fayzulloni har bitta yangi tushgan qorasida ham aka qo'ylar to'la, katta assortiment kelgan akalar. Aka, har doim gapingizni bo'ldim, hali 100 ta, 150 ta chiqarib yuramiz-da. Nima uchun deganlar? Akalar, nechta qo'y desalaring, qo'y ko'p aka, chegarasi yo'q qo'ydi aka. Ko'rib turibsiz, hamma qo'ramizda bor. Uyimizda yana qo'yimiz bor aka. Mana akalar. Qo'y serap aka. Har bitta qo'ralarimizda. Xudo xolasa havas qilganlar aka. Bittadan like deb bosib qo'ying. Fayzullo ota-onangga rahmat uka deb yozib qo'ying. Xudo xolasa har birimizga nasib qilsa, hali qo'ramizda ozgina ishlari bor, lekin biz ko'rsatib yubordik. Baribir ozgina hali bitmagan joyi bor, Fayzullo. Bor, ozgina bor aka. Xudo xolasa hammamizga nasib qilsa akalar, yaxshi niyat, xudo xolasa yarim mol deyishgan, yaxshilab niyat qilib ko'ring, hammamizga nasib qilsa akalar. Endi Fayzulloda akalar yangi qo'ramizda istitkalar bo'ladimi deb so'raydigan aka-ukalarimizga akalar, bugun haqiqatdan cho'pondan qanday olsangiz ana shunday narxlarda aka bugun sizga qo'zlarimizni ko'rsatamiz. Bugungi video syomkalarimizni o'tkazmasdan oxirigacha kuzatasiz. Bugun sizga haqiqiy yengillari, eng asosiysi oyoq qo'li cho'ziq, puli yengil qo'zlar ko'rsatamiz. O'zi yirik, puli arzonlarida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardor Bloger kanali obunachilari, bizni kuzatib boruvchi aka-ukalar. Akalar, bugun hafta kunimizga xudo xolasa seshanba 11-avgust 2026-yil. Bugungi video syomkalarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'onda bo'ladi. Ya'ni Fayzullo do'stimizni qo'yib bermalar. Assalomu alaykum Sardarbek aka. Kayfiyatlar. Kayfiyatlar xudo xolasa a'lo aka. Bugun obunachilarimizga aka yangi qo'ramizda birinchi syomkani o'zingiz olyapsiz aka. Bugun katta sikka bo'ladi aka. Katta chegirmalardan qo'y chiqaramiz aka. Videoni boshidan ko'ryapsizmi? Like deb bosib qo'ying. 3 milliondan bugun obunachilarimizga qo'yib beraman aka. 3 milliondan. Hali endi qo'z deyishmasin aka. Endidan chiqqan yaxshi qo'zlarni 3 milliondan obunachilarimiz uchun beraman aka. Mashalloh. Fayzullo. O aka. Birinchi partiyalarimizga necha bosh? Birinchi partiyamizga 50 ta olaversin aka. 50 ta aka, pachkasi mana. Haqiqiy yiriklarida aka, yembob, qora boblardan deb so'raydigan aka-ukalar, dala bob emas akalar. Qora bob, ya'ni yembob variantidan akalar. Yosh oyligi qanaqa Fayzullo? Yosh oyligi aka 7 oy bilan 8 oyning orasidagi qo'zi aka. Hammasi qo'chqormi? 100% qo'chqor aka. Mashalloh, ko'z tegmas. Bo'y bastini ham, dumbovoshini ham hamma tarafini ko'rsatib chiqqan aka qo'ydi. Birorta aka maydasi yo'q. Birinchisi qanday bo'lsa, xudo xolasa 50-inchisi ham ana shunday standart akalar. Armiyaga qanday borsa ana shunday bo'ladi.
saralab qo'yilgan. Bu Aka bu birinchi qo'zi terib partiyamizga qo'yilgan aka bu qo'zi. eng Mana zo'rlari, aka. mashalloh. Ko'ryapsizmi qo'zini? Stoykasi ham hamma taraf aka zo'r kelgan qo'zi. Voh, voh, voh. Bir boshqatdan olib chiqaver yana. Mashalloh. Aka qo'zini 5 tontasini ham terib beraman aka. Qo'zini mayda, katta, kichik emas aka. Mana. Ko'ryapsizmi aka qo'zini? Hamma taraf xudo xolos yaxshi kelgan qo'zini obunachilarimiz uchun beraman aka. Mana shu qo'chqorlarimizning narxini taxmin qilib turing. Taxminingizdan arzon bo'lsa oling akalar. Mashalloh. Fayzulloh, Aka. nima deymiz? Gap xudo xolasa 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal deydi. Baribir biz ham misol buni bo'yini 90 desak, odamlar 1 marta o'zi ko'zi bilan ko'rmaguncha ishonmaydi-da. Mana mashalloh. Mana qo'zi aka. Ko'ryapsizmi? Bir boshqatdan ushlanadi. Bu ichidan oyog'idan tortib, kattasini terib chiqish emas aka. Bir boshqatdan ushlab berilaveradi qo'zi. Xo'p. Xudo xolasa yaxshi narsalar aka. Bo'yvaslarini nechiga beramiz? Bo'y bastilarim aka 70 ga beraylik aka. 70 dan 75 gacha olsa, bitta ikkitasi bo'yini shuni ko'rsatib beraman aka. Birorta aka qo'tiri, kasali, nogironi yo'q. Hammasi aka to'la holatda sog'lom. Birortasida xudo xolasa nuqsoni yo'q. Aka, bittasi bo'yini ko'rsatib beramiz aka. Qani bismillah. bismillah. Metr tasha. Mana xohlagan ikkitasini ushlanyapti. 70 dan 75 gacha beraman aka. Mana 75 sm plyusda. 7-8 oylik qo'zi bu aka. 78 sm. 70 dan 75 gacha olishaversa, bo'yi qiziq emas aka. Buni puli qiziq bo'ladi aka. Qo'lni bering aka. 42, 43, 44 qo'yilyapti qo'zi aka. Bitta aytamiz lekin. Obunachilarimiz bugun ulgurdi aka. 4 milliondan berishadi. Barakasini bersa aka. 4 million so'mdan mana. Xohlagan joyingizga solib. Men qarang Akram aka. Shuni kelib, shunaqa oyog'idan shuni tortishadi aka qo'zi. Bitta olishadimi, 10 ta olishadimi aka mana. O'zini ko'rdingiz-a? 4 milliondan xohlagan olsa. Barakasini bersa o'g'il bola. Mana optim narxida xohlaganingizda tanlab oling. Bitta olasizmi, 10 ta olasizmi? Qizig'i yo'q. 4 million so'mdan xohlaganingizni aka, 4 milliondan xohlaganlarni tanlab olsin aka. Hammasini yetkazib berdingiz, 50 tasini ham yetkazib beraman obunachilarimiz uchun aka. Bu 4 milliondan hech kim tanlab olishga qo'ymaydi aka bu qo'zini. Qo'ygan bo'lsa 43 dan qo'yiladi aka bu qo'z. Bugun aka birinchi marta syomkamiz bayda aka, lekin obunachilarimiz maza qilsin aka. Xudo xolasa Fayzulloh buning narxini eshitgan inson albatta bir yerga bir tortadi. Inshaalloh mana shunday sizga o'xshab qo'yga haqiqiy ishqiboz inson inshaalloh topiladi. Aytadi-yu, men jinni bo'lib oldim, kimdir menga o'xshab jinni bo'lib yana oladi deydi-yu. Aka, mana qo'zini optimiga ham 4 milliondan, tanlab olish ham 4 milliondan. Barakasini bersin aka. Xudo barakasini bersin aka. Fayzullohning ota-onangga ming rahmat deb kommentariyasiga yozib qo'ying aka. Havas qiling, havas qilgan niyatiga yetibdi degan aka. Yaxshi chin dilingizdan, tili quruq tilda emas aka, dildan niyat qiling, xudo xolasa hammaga nasib qilsa aka. Mashalloh, qo'ziga gap bo'lishi mumkin emas akalar. Qo'zi yirik qo'zi, mayda qo'zi emas. Telefonda hali 5 oylik qo'zi bilan bu qo'zi bir xil ko'rinib qolishi mumkin-da aka. 7 oy bilan 8 oyning orasidagi qo'zi bu aka. 7-8 oylikka olishaversin qo'zini. Mashalloh. Xudo xolasa tavsiya qilamiz aka. Har bitta qo'zi oladigan ukamizga Fayzulloh dastlabkidan nima bo'lyapti? Aka, dastlabki vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatni yetib boradi. Bu birinchi partiyalar. Bu birinchisi aka. Bundan keyingi tagi Serap aka. Endi mana bu qo'lda ushlagan insonga albatta Xudo xolasa xayri kami bo'ladi. Hammasini o'ng aka bir nima yo'li bor aka. Barakasini bersin. Telefon aloqaga chiqaring akalar. Endi ikkinchi partiyalarimizga aka yanada qulay deydigan ukalarimiz uchun mana 4 millionning pastida. 4 milliondan pastida bo'lganda ham aka, ancha pastida aka. Mana aka, 10 ta son aka, 10 tasi qo'chqor aka. Narxini aytib qo'yaymi aka? 100 mingga 500 ming arzon aka. Fayzulloh 500 mingdan kam berishadi. Fayzulloh barakasini bersin. 500 mingdan kamiga aka mana 10 donasi xudo xolasa 5 million kamiga aka. 35 millionga ularga kirib boradi qo'zi aka. Mashalloh. Mana aka yosh oyligi necha oylik Fayzulloh? Yosh oyligi aka 5 oylik. Atrofida. Atrofida aka. Ha, endi tug'ilganda tepasida olinmagan. Bo'yvasti ham 70, xotirjam. Bitta yarim ko'rasiz mana. Mana. Bitta akamiz kommentariyaga yozib qo'yibdi, halol o'lchadi deb. Mana aka, mana. Sanab ham chiqavering. Mana. Bo'ldi, mana shuni. Ko'rdingizmi? Endi monasini ko'rsatdim. Uzoqdan ko'rsataylik mana. Nechi Fayzulloh bani yaqinlashtirib ko'rsataylik. Mana aka qo'l o'ynaganda 72 ga o'ynayapti. 65 plyusga olishaversin aka. Bo'ldi. Qo'ntasi qo'chqor aka. Mana lavz aka. Bitta gap, bugun bitta gapiradi, bugun bitta gapiriladi aka. Lekin qo'y 4 millionni ko'taradi aka, 500 ming arzon berilsa. Barakasini bersin.
Dastlabkasi ichidagi vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatni yetkazib beraman aka. Mashallah aka. 10 tasini bir yerga tortaman deydigan inson telefon qilsan aka. Boshqa gap kerak yo'q. Ey akalar, bugun faqat ochilish marosimiga xolos bu narxlar. Umuman bugun sotyapti Fayzullo, lekin ertaga borib shu narxda o'zi ola olmaydi mana shu qo'zni. Bundan balandga olinadi aka. Bugun ochilish marosimida aka, bugun og'on odam maza qiladi aka. Ertaga bozorga olib chiqib sotishsa ham aka yaxshi foydasi bor qo'zini aka. Tavsiya qilaman aka. Bugun olgan inson baraka topadi, xudo xolosa. Bu ikkinchi partiyalarimiz a? Ikkinchi partiyamiz aka. Endi bu uchinchi partiyalarimiz a Fayzullo? Bu xudo xolosa uchinchisi aka. Mashallah. Uchinchisi aka sovliqni zo'rni boqaman degan odam mana aka. Tavsiya qilaman aka. Orada kamroq qo'yyapmiz. Bundan keyingi partiyalarimiz yana ko'payadi. Bundan keyin ko'payib boraveradi aka. Sovliq 5 donalik uchun 5 donasini qo'yilyapti, xolos. 5 dona urg'och kelgan akalar. Ko'ryapsiz, badani ham semiz aka sovliq. Mana qara sovliqda aka. Yo'q Allohlari ham hamma taraf xudo xolisa o'ta kelishgan sovliq aka. Qo'y qilaman degan odam telefon qilaversin aka. Fayzullo, Xo'p aka. qanchadan deymiz bularni? Aka soni 5 dona, yoshlik 5 oy bilan 6 oyda orasidagi sovliq aka. Endi narxini eshiting aka. Qo'lni bering aka. Narxi aka buni bu yerda 4 milliondan aka. Bugun bitta gapiryapsiz, bitta kesyapmiz aka. 3 million 600 mingdan berishadi, Toshkentgacha dastlabkasi besplatni. Mana aka aka. 3 million 600 ming so'mdan. Endi Fayzullo tortishadigan joyini qo'ymayapsiz, lekin yo'q aka, misol uchun 38 dan qo'ymoqchi edim, yo'sa 4 milliondan qo'ymoqchi edim. Men Qashqarni mana Sariqli bu yerdagi narx 4 million so'mdan aka. Ben 38 dan qo'ysam arzon bo'ladi aka. Bugun xalq maza qilsin aka. 3 million 600 ming olgan odam maza qilsin aka. Maza qilsin aka. Xudo xolosa tavsiya qilamiz mana. 3 million 600 ming so'mdan 5 donasi aka mana. Mana sovliqni qarang aka. Mana Qo'chqorga tayyorda aka, xudo xolosa. Xo'p, bu 3-partiyamizda Fayzullo. Bu 3-si aka. Bundan keyingi partiyalarimizga yana ketdik aka, Qo'chqorlar. Endi akalar 4-partiyalarimiz mana. Xudo xolosa eng so'nggi partiyamizda Fayzullo. Yana bor aka. Bu 4-partiya, 5-partiyamizga ham qo'y chiqadi aka. Bundan ham arzoni bor. Bundan ham darami bor aka. Mashallah. Buni soni nechta? Soni 10 ta aka. 10 ta aka. Mana 10 ta chiqarsak biz xillab chiqariladi aka. Masalan, pachka, masalan, 1-partiya, 2-partiya, 3-partiya, 4-partiya qilinyapti, hammasi bo'yiga, yoshlariga, bir-biriga tushadigan qo'z aka. Bitta obunachimda misol uchun 10 tali olib qoldim, 5 tali, 60 tali, 70 tali olib qoldim. Birda tanlashga aka o'ta udobni qilib, xursand qiladi bu qo'z aka. Bunday ko'rishadi aka, bir xilda qo'z aka. 10 ta qurib yetgan odam aka 10 tasini jo'nat deydigan qo'y aka. 10 tasi Qo'chqor aka bu. Yosh o'ylay 4 oylik bilan 5 oylik orasidagi qo'z aka. Pichmasi yo'q. Bundan ustra bo'lmaganmiz, yo'q aka. 10 tasi ham Qo'chqor aka. Narxini qancha deymiz Fayzullo? Narxi nima aka? Gap pulida, bilasiz. Kel. Qani bismillah. 3,5 milliondan berishadi aka. Bagasini bersin. 3 million. Ey, qarang, 3,5 million yil narxi bo'lib qoladi aka. Bugun aksiya bo'lyapti 200 dan keyin. Fayzullo. 200 mingdan keyin. Aksiya bo'lyapti-yu, xudo xolosa. Qarang, bitta ikkita oladigan ko'klarimiz shu vaziyatda foydalanib olsa. 3 million 300 mingdan tanlab olishga. Babar aka. Optimal 10 tasini keling. 32 millionga bagasini bersa aka mana. 3 million 200 mingdan akalar ketdi mana. Darim bo'ldi, xudo xolosa. Bitta olsangiz 33 dan tanlab olsin, ha. Optimal olsa aka. 3 million 300 mingdan tanlab olsin aka. Hammasini olgan 32 millionga 3 million 200 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatni uylariga shuni kirib boradi. Men qarating. Qo'rani eshigini shuni ochishadi aka. Shuni ochishadi. Shuni qo'yib kirib ketadi aka. Mashallah, ana ketdi aka. Siz hech qanaqa rasvot qilmaysiz, hech qanaqa nima qilmaysiz. Qo'chqorib qo'ygan o'z jonivorlar aka. Birata pasi yo'qda. Masalan 10 tali xonamiz ham, 50 tali xonamiz ham bir-biriga standart, bir-biriga tushadigan, bittasi katta, bittasi kichkina emas, standart qo'ylarni qamaganmiz akalar. Yigitda gap bitta bo'ladi deyildi aka mana. 3 ta jullisi, bitta junsiz, ha? Bitta Qo'chqor, ha? Aka, ikkita Qo'chqor, ikkita sovliq aka. Voh. Jupi bilan aka. Ha. Xudo xolosa o'zidan ko'paytirib yuraveradi. Xudo xolasa o'zidan ko'payib yuraveradi. O'zidan ko'payib. Bundan keyingi aka Qo'chqor ham o'zidan chiqadi-da. Olgan odam chiroyli duo qilib qo'ysa bo'ldi aka. Arslon Azizdan Fayzullo so'zidan qaytdi. 3 milliondan aka. Baraka aka mana bu. Fayzulloni 3 million so'mdan aka. ota-onangga rahmat yozib qo'ying akalar, xudo xolosa. Bugun yangi qurilamiz sitkalar bo'ldi. Telefon qaloqaga chiqarasiz. 3 million so'mdan darim bo'ldi aka. Tavsiya qilamiz. Ikkita Qo'chqor, ikkita sovliq. Mana. Bir yerga tortaman deydigan ko'kamizga 4 dona o'zi shoshilib qolishni tavsiya qilamiz. Endi bunaqa qo'yga ko'p telefon qilishadi.
tugab qolgan bo'ladi-da. Xudo xolisa birinchi telefonga odam oldi aka qo'ydi.